demak 152-chi misol. Hop, ekranni o'yladimmi? Hozir. Ekran ko'ryaptimi? Yaxshi. Demak 152-chi misolni ko'ramiz. Demak o'zim kitobchamdan 152-chi misol. Xo'p, 152-chi misol. Demak, 152-chi misolda nima? 2 uloqtir x ko'payish jarayoni sodir bo'ldi. Birinchi uloqtir x faqat jinsiz, ikkinchisi esa jinsiy va jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Jami 2000 uloqtir hosil bo'lgan uloqtir xlarning 35% jinsiy yo'l bilan hosil bo'lgan bo'lsa, birinchi uloqtir x izosporalari birinchi uloqtir x izogametrlar soniga teng. Ikkinchi uloqtir x izogametrlar soni va izosporani aniqlaydi. Ha, murakkabroq savol, lekin tushunsa bo'ladi. Demak, aytyapti, bizda uloqtir x deyapti. Uloqtir x chizamiz. Masalan, deylik, bitta uloqtir x. Bitta uloqtir x, demak, birinchi uloqtir x. Birinchi uloqtir x qanaqa ko'payapti? Faqat jinsiz. Demak, birinchi uloqtir x izospor orqali bitta yashil hosil qildi. Ikkinchi uloqtir ximiz yosham biram qiyin bo'ladi. Ikkinchi uloqtir x yadrosi bo'ladi. Ikkinchi uloqtir x esa jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Bitta izospora bitta yashilik, bitta ikkita izogametra, birlashib bitta zigota, to'rtta yashilik. Mana 20 chizyapman. Chizish kerak. Chizib ishlamasa ishlamaysiz. Xo'p, 2000 ta jami mana shu uchalasidan mana shu hammasidan bundan hammasidan 2000 ta uloqtir x hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan uloqtir xlarning 35% jinsiy yo'l bilan ko'paydi. Mana bu jinsiy qismidan shu 2000 ni mana bu faqat bu yerda jinsiy mana bu-ku. Shuning uchun bunda faqat 35% ko'payapti. Demak, bu degani 35% bu endi demak 2000 ta uloqtir x 35% ni topib olishimiz kerak. Demak, birinchi qiladigan ishimiz 2000 ko'paygan 35 yoki 2000 biz uchun 2000 ta yashilik hosil bo'lgan, o'sha 2000 ta biz uchun 100%. %35%imiz qancha deyapti? Necha chiqadi? Yoki 2000 ni nechaga ko'paytiramiz? Demak, buni bunga ko'paytirib, bunga bo'lishimiz kerak. 0.35 ga ko'paytirib olsak bo'ladi. Necha chiqadi do'stlar?
Hisoblaychi. 700 chiqadi. 700. Demak, mana yerda 700 ta hosil bo'lgan. Endi aytyapti. Hosil bo'lgan lotrixdan jinsiy yo'l bilan sheygacha yetib keldi. Jinsiy yo'l bilan 35% bo'lsa, birinchi lotrixning mana birinchi lotrix mana birinchisi bu. Mana bu birinchi lotrix. Bu ikkinchi lotrix. Birinchi lotrix 35% bo'lsa, birinchi lotrixning zo'q sporalar birinchi lotrixning izogametrlar soniga teng deyapti. Bu 700 ta bo'ladigan bo'lsa, 700 ni nima qarang. Bitta zo'q sporadan 4 ta yashillik. Bizda yashillik aniq. Ikkinchi ish qilamiz. Bitta zigotadan 4 ta yashillik. 700 ta yashillikimiz nechta zigotadan topamiz. Buning uchun yana buni bunga ko'paytirib, buni bunga bo'lib qo'yamiz. Necha chiqadi? Bo'lsak, ko'paytirsak 704 ga bo'lish bilan teng bo'ladi. 704 ga bo'lsak bo'lamiz. Necha chiqar ekan? 175. 175. Demak, 175 ta zigota bo'lgan. Endi 170 ta zigot, 75 ta zigotni hosil qilish uchun nechta ketgan? Mana endi 3-chi ish qilamiz. Aslida yodaki ishlab ketsa bo'ladi, endi tushunib olishing uchun. Ikkita izogametadan bitta zigota, 175 tamiz. Nechta izogametadan hosil bo'lgan? Topamiz. Buni bunga ko'paytirib bo'ladigan bo'lsa 350. Demak, ikkinchi lotriximiz jinsiy ko'payish uchun 350 ta izogameta hosil qilgan. 700 ta yashillik hosil qilish. Bizda nobud bo'lgan degan tushunchalarni aytmagan. Demak, 350 ta. Demak, zosporamiz ham 350 ta bo'lgan. Birinchi lotrixga ham 350 ta bo'lgan. Chizib ishlamasangiz bo'lmaydi. Hamma narsa u yodaki bilan chiqmaydi. Mohiyatiga yetishlash kerak. To'g'ri javob chiqsa bilan bo'lmaydi. Demak, o'zi 2000 ta bor edi. 2000 tadan 700 tani ayirsa 1300 ta bu ikki oloviga tegishli edi. Bu 350 ta zospora hosil qilgan bo'lsa, 350 ta yashillik bo'ladi. Bittadan bitta bo'lsa, bu ham 350 ta bo'ladi. Endi 2000 tadan 700 tani ayirsa 1300, 1300 dan 350 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, necha chiqadi? 950. Demak, 950 ta bu va bu ham 950 ta zospora hosil qilgan bo'ladi. Va bitta shart so'ralibdi bizdan. Mana bu yerga topib qo'yamiz. A shart. Nima debdi? Ikkinchi lotrixning izogameta soni va zospora sonini toping deyapti. Mana topdik 350 ga 950. Endi bu yerda bitta javob ikkalasini yig'indisini so'ragan bo'ladi. Yig'indisi demadimi? Ikkala sonini toping deb ketyaptimi? Va degani demak tenglik belgisi bo'ladi. Mana bu ikkinchi lotrixsi o'zinikini so'rayapti. Bu 350 ta va 350 ta qo'shsak necha bo'ladi? 350 plus bu yoqqa yozing, mana bu hisobni qo'lar ekan. Demak, A shartimiz 300 ikkinchisinikini degan, birinchisinikini desa, birinchisigini topiladi. Nimani so'rayotganiga e'tiborli bo'ling, ayniqsa sertifikat imtihonlarida. Boshqasini topib qo'yingdan keyin ikkilanib yurmang. O'zi bitta lotrix bo'lsa, qo'shsangiz 1300.
Tushunarli bo'ldimi? Hammaga tushunarli bo'ldimi, do'stlar? Tushunarli bo'lmasa ayting. O'quvchilar. 152 tushunarli bo'ldimi, rahmatulloh. Ha, tushundim. Demak,